Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Yangilik xudo xolisa adlerskiy 1 oylik jo'jalarimiz va o'xayli jo'jalarimizni toza qonlisidan olib keldik. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni eslatib o'taman. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. O'xaylilar bular haqida ozgina ma'lumot beraman. O'xayli jo'jalar rangi ham qora bo'ladi bularni, go'shi ham qora bo'ladi, tuxumlari yashil top tuxum bo'ladi, rangli tuxum bo'ladi. Adreskiy jo'jalar bilsangiz kerak, hamma biladi o'zi pashti. Bular asli Rossiyadan keltirilgan bo'ladi. Rossiyskiy, привозной bo'ladi bular hammasi. Tez tuxumga kiradi, ko'p tuxum beradi и go'shi ham yaxshi bo'ladi bular. Go'sh yo'nalishi bo'yicha, tuxum yo'nalishi bo'yicha adlerskiy jo'jalar. Adlerskiy jo'jalarimizda 20 dona bor. Hammasi sog'lom, hammasi 1 oylik. Bular ham. Adlerskiy jo'jalarni 75 mingdan qilib beramiz, kimga kerak bo'lsa. O'xayli jo'jalarimizni 55 ming so'mdan qilib beramiz 1 oyligini. O'xayli jo'jalarimizdan 25 dona bor. Adlerskiydan 20 dona bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz pastda ekranda qoldirilgan, hammasi ekran tagida. Manzilimizni yana bir marta eslatib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan. Bularga mana shunaqa kichkinagina katakcha yasab, ichiga bittagan lampochka qo'yib qo'ysangiz, bemalol turaveradi. Bunaqa ko'p issiq joy kerak emas. Bu yangi qurilayotgan katakxonamiz. Xudo xolisa bu yoq bilan qo'shib quramiz hammasini. Materiallarimiz olib kelingan. Aloqaga chiqaveringlar. Yaqinda xudo xolisa shu bir haftaning ichida Andijon qora jo'jalarimiz ham keladi. Kelsa video qilib chiqaramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar do'stlar. Hammaga rahmat.